1-ga 1 Dumfries, yana pas Lautaro zarba 1-0 Inter. Hisobda oldiga chiqmoqda Martinez, risk o'zini oqladi. Simon Chalhanogluning zarbasi 2-0 Inter. Yana mana shu hisobni yuzaga keltirdi. Martin va zarba gol. 9-likka Erik Garcia. Barsa qaytishni boshlayapti. Qani ajoyib pas. Yana Barselona uryapti Olmo. Bu yerda esa Rafinha zarba pozitsiyasida. Zomerdan gol. Rafinha yana amalga oshirdi bu ishni. Gol. Oyoqlar orasidan o'tkazmoqchi bo'ldi. O'yin davom etadi. Inter. Uch yana. Bu qanday? Pas. Zarba Frattesi. Inter 4-golni uryapti. Frattesi zaxiradan maydonga tushib.